Ya assalomu alaykum hammalaringizda. Zo'r superiz bor. 5 ming 4 ming like bo'ldi. Keyin nimazda? Ag'ada keyin 5 mingta like. Aytamiz. Chamasi 4 mingta. Ha, 4 ming like bo'ldi keyin aytamiz. Rostdan. Ha. Qalaysiz? Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bo'lmasa qadrdonlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 4 mingta like bo'lsa, hozir bitta video bor, davomiga qo'yaylik. Keyingi video Prexdan bo'ladi, surpriz bor. Sog'liqlaringiz. Bo'ldi. Qadrdonlar, sizlar uchun zo'r narsa topib qo'ydim. Fasadinglar uchun devorlar qiyshiqmi, sho'rmi, eski devormi, shlaka bloymi yuradi, ko'rasizlar. Bu narsa hozir rosa ommalashgan qadrdonlar. Mo'qaranglar. Har qanday devorlar uchun shunday reka bilan, profil bilan yoki reka bilan to'qib ketaverasizlar. Aytgan ranginglar bor. Bu tosh qadrdonlar. Orqasi ham ashrangda bo'ladi, ichi ham ashrangda. Bir 50 yil, 100 yil yuvsangiz ham ashrangda turaveradi, xudo xolasa. Kovaldi bilan urib sindirib yormasangizlar. Keyin narxlari ham juda hamyonbop. Qum suvodan ozgina qimmat tushadi. Ustidan travertin qil, atachenta qil, unaqa narsalar yo'q. Ranglari xohlagan rangingiz bor. Nechta rangi bor oshna? 50 dan ortiq rangi bor. 50 tadan oshiq rangi bor. Har xili bor. Manaqa 3D nimalari bor, 4D nimalari bor. Fasollari. Kvadrati qadrdonlar 80 ming so'm ekan. Keyin size ma'lumot beraman. O'zlarida ustalar bor. Olib borib, uyingizni ko'rib, o'chkashib, qanaqa rang, qanaqa yarashadi, nimalaringizga qarab, sizni xohishingizga qarab qilish beradi. Ustalari ham bor. Oshna. Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilar sizlarga mana fasadning plyuska oldingi videolarda ham bir ko'rsatganmiz, ko'rsanglar bo'ladi. Lazerli variantlarimizga usti Eron oq sementidan bo'lgan bola, orqasi o'zimizning ko'k sement 500 markali sement bo'ladi, 550 markali. Bu yerda 3D variantlarimiz bor. Sariqda mokri qilib qo'yganmiz. Bu yerda ko'rsatvoraylik. Bu yerda mana ko'rishinglar mumkin, miramirli variantlarimiz ham bor. Buni 1 kvadrati boshqa joylarda so'rasanglar 110 ming, 120 ming narx aytadi. Bizda hammasi narx standart 80 ming so'm. Yo so'killar 60 ming so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. O'zbekiston qaysi nuqtasida turishini qat'iy nazar kelishilgan holatda dastavkasini qilib beramiz inshaalloh. Agar buni kim o'rnatadi, qanaqa qilib o'rnatadi desanglar, o'zimiz ustalar ham bor, inshaalloh jo'natib beramiz. Ustalarimizni ham xudo xolasa harakat qilib 1 kvadratini 80 ming so'mdan bo'ladi, so'killar 60 ming so'm bo'ladi. Bitishi qanchaga tushadi deganda, taxminan usta xizmatlar, reka, samolyot hamma narsasi ichida bo'lib, 1 kvadrati 185 mingga to'g'ri keladi sizga devorga chiqishi. Bu narsamizga 20 yil garantiya beramiz, rangi o'chib ketmasligiga, ko'chib ketmasligiga, tushib ketmasligiga. Bu asosan qanaqa devorlarga ishlatiladi? Devorlar shlaka blok bo'ladi, suv shart emas. Shlaka blok, pena blok, gaza blok farqi yo'q. Xohlagan devoringizga qatirsangiz bo'ladi bu narsani. Ko'ringlar, bir ma'qul kelsa inshaalloh aloqaga chiqinglar, qo'limizdan kelsa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Keyin qadrdonlar xohlagan ranginglarni shunday rasmini tashlasanglar, mana rangdan deb turib, ashrangdan qilib beraveradi. Lekin bu rangli ekan, o'chib ketamiz degan narsani hayolingizga keltirmanglar. Chunki bu loyiga, rastvorga qo'shib tayyorlanadi rang. Buni ming yuvasizmi, shilasizmi, ashrang ichidan ham chiqaveradi yani. To'g'ri. Endi bu tosh. Mana shilalar isboti mana anaqadan ham kustogidan ham ko'rsangiz bo'ladi. Ana operatorni yaqinroq olib kelsangiz mana. Bu oq rang ich foni oq, bu yog'i qora. Bu shilsangiz ham ichidan oq chiqib kelaveradi. Masalan, oq rang bo'lsa, sariq bo'lsa sariq chiqib kelaveradi. Qora bo'lsa qora chiqib kelaveradi. İnşallah ranglaring hech nima bo'lmaydi. Ko'rib bir ma'qul kelgan tanlasanglar, xudo xolasa cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Xohlagan ranglar, xohlagan fasonlar. Mana mana so'killiklarimiz bor, yangicha chiqqanlari. Bularni ham ko'rib qo'yinglar obunachilar. Ko'ringlar ranglarini, mana so'killi variantlarimiz. Oma mas chiroyli ekan, so'kilga go'zal holatda turibdi. Bas aytadi. Bularimizni ham 1 kvadratini 80 ming so'mdan qilib beraveramiz. Bu 100% Eron oq sementidan bo'lgan.
Qadrdonlar, mana shu pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Bularda ob'yom katta, haligi ozgina joyda qo'yishmaydi, ko'pchilik ishlashadi. Shuning uchun narxlari arzon, ishini sifatliligiga 100% garantiya, xudo xolasa. Eslasanglar, u Bog'shamolda 4 yetim qizlarni fasad yiqilish bergan. Qanaqa qizil rangida. Rosa chiroyli chiqqan. Agar hozir videolar bo'lsa, shu bitgan jarayonlardan ham qo'yib o'tib ketamiz. Biz hozir proyektimizga yaqin u Dang'ara. Mana shu Suzida hozir Dang'araga ketyapti ekan, Qo'qonning Dang'arasiga. Xudo xolasa bir o'tib bitgan jarayonlarni ham video qilib beraman, agar xohlasanglar. Kommentariyaga yozinglar, bitgan jarayonni ham ko'raylik deb. Unisi ham bo'lasiz ekanmi? Haydi qizilov. Karishlayveradi hisobda. Usti maloshli bo'ladi. Bundan bitgan obyektlarimiz ham bor. Obyektlarimizga xudo xolasa rasmlarni tashlab ketamiz, ko'rasizlar. Buni qadrdonlar, haligi 180 ming birdaniga qimmat eshitilishi mumkin. Lekin sizlar uylarni g'ish holatidan, mana shu holatida bo'lsa, mana uy hisoblasanglar 30 ming so'm qumsuvodi rasxotiga ketadi. 40 ming so'm, 50 ming so'mdan uni qilib beradi. 80 mingga tushyaptimi? 80 mingga tushyapti. 80 mingdan keyin yana bir 20 mingdan shpagilovkani rasxotiga. Yana uni 30-40 mingdan qildirasiz. Oxiri 180 mingga boradi. Lekin bu hali shpagilovka devorga ushamadi, to'kilib ketdi, attachenta to'kilib ketdi. Unaqa narsa yo'q. Bu qatiriladigan narsa. Sovuqqa, issiqqa chidamli. Toshda endi. Bemalol yuvsa bo'laveradi. Qasini? O'zing adashib qolsan ko'pchilik. Mantana variantlarimiz ham bor. Bu so'kilga ham, fasadga ham ketaveradi bu narsa. Ranglarni har xil qilib qo'yib berishimiz mumkin. Aloqaga chiqsanglar, buni ham bir kataloglarni tashlab beramiz Telegram, WhatsAppdan. Ko'rasizlar, ma'qul kelgan tanlaysizlar. Ya o'ta go'zal. Fasadga ham aytaverar ekanda, so'kil tepasi. Qadrdonlar, kommentariyaga tushib, mana shu oshnam ishlariga omad tilagach, kommentariyaga yozasizlar. Eng tepada ko'ksilka bor. Shunda bossanglar, har kunlik videolarni qo'yib turishadi, yangiliklarini. Hozir 3-4 xilini ko'rsatdik. Bular hammasi zakaz uchun-da. Mana quyilyapti, ustiga terilyapti. Mana qilib, mana Dang'arali akamiz uyidan singari to'lsa toshi, ichga ketaveradi. Sizlar xohlagan rangni qo'shib beraveradi bular. Misol uchun mana yerda 4 xil rang bor ekan. 3 xilmi 4 xil? 3 xil. Mana shuni o'zgartirib bering, bunisini qizil, bunisini sariq qilib bering desangiz ham qilishib beraveradi. Rangiga 20 gacha garantiya beradi deylar. O'zi bu kataloglari bor. Buni o'zimiz moslab chiroyli qilib joylaganlarimiz bor. Bir aloqaga chiqishda. Bu ham mana rang. Puli. Puli bularga 80 ming so'm. Buni ham bir xil qilib beraveramiz. Boshqa joylardan ham bir so'rab surishtirib qo'ysin, bir kvadrati, mantanani qancha deb so'rab qo'ysin. Bizda boshqa joylardan 15-20 ming so'm arzon. Buni qo'yishcha qiyinroq. Murakkabroq. Boshqa yerda ozgina qimmatroq sotsa kerak. Nimaga desiz, buni alohida qo'yadi, buni alohida. Bir paytda-yu alohida loy qilib, 4 xil loy qilib olib qo'yishadi. O'ziga yarasha mashaqqati bor. Mana ham yangiliklar. Bu yerda hozir yana shular hozir zakazga qo'yamiz asosan. Zakazga qo'yamiz, Narigichi, narigi. Ta'riflating. U narigi uni boshqa chiqaramiz xudo xolasa, uni hozir. Bu yerda ham bir zo'r nimalar bor, alohida video qilib chiqaramiz. Toshdan tashqari boshqacha fasadlar bor. Bu ishxona katta ishxona. Ashi har xil fasadga yopishtirilgan narsalari bor. Ana Farg'onalik opamiz Dang'ara tumanidagi ayol kishi zakaz qilgan. Uyini oldini qismini fasad plitga qilgan, boshqa joyga u bunaqa nomini aytmaymiz, lekin o'xshamagan. Uni xudo xolasa video qilsak ko'rsatamiz uni ham. Bizga anaqa qildi, mana ko'rishlar mumkin, bir yeri shilinib, o'yilib, bunaqa narsa bo'lib bormaydi. Atnatomiy rangda maloshli holatdagi ablisop chiqish variantini tanlagan. Xudo xolasa ustalarimiz bugun ishni boshlaydi. 1-2 kun uni ham xudo xolasa videosini qilib chiqaramiz. Kommentariyada ko'p silkaga bosinglar, oshnamning kanali qadrdonlar.
o'tib bitta omadlab qo'yasizlar. Ashu har kunlik nimasi xudo xolasa chiqib turadi videolari. Keyin mana nomerda WhatsApp, Telegramlari bor. Nimalarni tashab beradi, rasmlarni, boshqa rasmlari bo'lsa. Mana bunaqa paltarashkalarimiz bor. Mramorniy qilib chiqarilganmiz. Mana shunday qiluvdik-a. Shunday qilib faqat rangini sariq rangda qildik uni. 4 yetim qizmiz, shu qilganmiz. Buniki boshqa. Mas chiroyli chiqadi lekin paltarashka. Bunisi qizil, buni sariq qiluvdik. Shu qayda adashmasam. Qadrdonlar, qayda tosh ko'rsanglar, mana shu fasadniy plitka deb yozib ko'rsanglar, narxini bir qator solishtirib ko'ringlar. Sifatiga-yu xudo xolasa javob berishadi. Bular sifatga ishlashadi rosa. Narxi обязательно boshqa yerlardan arzon. Keyin bularda 2-3 ta gruppa bor, ustalar borib, o'zlari chiroyli qilib sizni ideyangizga ham yordamlashib beradi. Aka, manaqasi yarashadi degan nimalari bor. Uzilib qoldi, qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa arzon qilib beradi. O'zi mashina haligi nima emas. Narxlarni kelishib chiroyli qilib beradi. Keyin eng nimasi kachtiba. Kachtivasi juda ham zo'r buni. Qatirishib, ustidan bitta lak qo'ysangiz, shu ho degan uylardan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Kanaliga o'tishingiz chiqmasin.